O'zbekiston xalqiga tezkor xabar. Gidrometeorologiya xizmati agentligi ertaga 3-yanvar kunidan boshlab O'zbekistonga sovuq kunlar kirib kelishidan ogohlantirdi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Erkaklar hayoti uchun muhim funksiyalarni qo'llab-quvvatlovchi Vulkan mahsuloti. Prostata adenomasi, prostatit hamda jinsiy muammolarda sizga eng ishonchli yordamchi bo'ladi. Yaqinlikda hissiy va kuch uyg'unligini oshiradi. Mahsulot 5 va 7 kun ichida o'z ta'sirini ko'rsatishi bilan bemorlar ishonchini oqlagan. Vulkan salomatlik manbai. Sovuqqa tayyor turing. O'zbekistonga rekord darajadagi -25 daraja bo'lgan sovuq kirib kelmoqda. 3-yanvardan boshlab mamlakatga Kaspiy tomondan sovuq havo kirib keladi. Respublika bo'ylab yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda qorga ham aylanishi mumkin. Yanvar oyining oxiriga kelib haqiqiy qish bo'lishi mumkin. Ayrim hududlarimizda tunda havo harorati -25 daraja sovuqqa tushishi prognoz qilinmoqda.